Belim, ayakım, belimi umuman qo'zg'atib bilmayman. Men hayotdan umuman umidimni uzgan edim. Endi tamam shu bilan o'laman deb o'ylagan edim. 3 seansdan keyin yurib ketdim. Hozir hamma ishlarni etaman, hamma o'zimga kerak bo'lgan hamma ishlarni qila olaman, yura olaman. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Xorazm viloyati Shomoq tumanidan bo'laman. Men bu yerga kelganda juda og'ir ahvolda edim. Bu yerga kelmay burun Toshkentda, Urganchda kasalxonalarda yotib davolanganman. Belimda, oyog'imda kuchli og'rib boradi, oyoqlarimda. Belimda chatnagan yeri bo'lgan, oyoqlarimda revmatizm bo'lgan. Osteoxondroz, osteoporoz degan tashxislar qo'ydilar, neda doktorlar. Urganchda 10 kun yotib davolandim, Toshkentda yotib davolandim. Lekin doktorlarning foydasi deydi, bir 10 kun lecheniya olgandan keyin 10 kun yurib bilar edim, tayoq bilan zo'rg'a yurib bilar edim doktorlarning lecheniyasini olgandan keyin. Lekin keyin 10 kundan keyin yana döşekka mehmonlik qilar edim. 1 yil davomida shunday azob chekdim. Oxir so'nggi doktorlar o'zlaringiz tövbe topparinglar deb o'zlari tavsiya berdilar. Keyin videoda men Saratojanning videolarini gördüm. Meningga kasaldan davolab turganini gördüm da shu yerga keldim. Bu yerda shu 5 kun yotib davolandim. 5 kunning ichida bular Qur'oni Karimda shifo oyatlari bilan davoladilar. Keyin qizlar bor ekan, massaj etdilar, ish qilib, choylari bor ekan, shifobaxsh suvlari, choylari, moylari bor ekan, surtadan shular bilan davolab 5 kun ichida oyoqqa turdilar. Beş günün içinde normal hayata gelip yürüdük. Şöyle gelip de olanlardan beri de yaxşıman yürüp. Yerdeki nelere, doktorlara rahmet, yerdeki tabiplere min rahmet. Şaraitlerim dım yaxşı, xanaları ısı, neleri var, bufetleri, hemen şaraitleri var. Kolları dert görmesin. Hemen şu bel ağrık, ayak ağrıklarını hemmesini şöyle gelişe teklif etmem. Dım yaxşı. Dım şuradan fayda taptım, ben şifa taptım. Şu klinikeden, ben Saratojan'ın klinikesinden. Hazır normal halatta yürüp ben. Şu belim, ayakım, belimi umuman qo'zg'atib bilmayman. Men hayotdan umuman umidimni uzgan edim. Endi tamam shu bilan o'laman deb o'ylagan edim. Lekin shu yerga kelgandan keyin har seansında, her o'qiganda, Qur'ondan o'qiganda o'zimga kelib bordim, o'zimga kelib qarshi. 3 seansdan keyin yurib ketdim. Normal holat. Hozir hamma ishlarni etaman, hamma o'zimga kerak bo'lgan hamma ishlarni qila olaman, yura olaman. Ish qilib, dim yaxshi ta'sir etdi menga shu. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hozir bizlar sizlarga shu Saratojan klinikasi haqida hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Shu videomiz davomida o'tkazmasdan ko'rsangizlar, videoning oxirlarida ham, boshlarida ham hamma ma'lumotlarni beramiz. Hozir sizlarga birinchi manzilni tushuntirib o'tamiz. Yana bizlar hozir stadion Dasaf tarafdan kelaverishda, bu yon tarafda stadion Dasaf to'g'ri o'tib kelaverasizlar, ana shunda bir svetofor bor. Shu svetofordan o'tib kelaverasizlar, to'g'ri eldilangizda Sahara kafe bor. Xullas, imunda oilaviy restoran bor, Apex oilaviy restorani. Bundan tashqari bu yana qarasak, yo'lni bu yon tarafına qarasak, shu svetofordan bu yana Zapchas bozorni arka tarafına çıkıp gitse bo'ladi. Keyin bu yan tarafına gitsek, Raycenter bozorni yan bosh tarafida desek ham bo'ladi, arka tarafida desek ham bo'ladi. Shundan chiqaradigan yo'l bu. Bu svetofor toza qo'yilgan. Xullas, menimcha adresini tushunib oldingizlar deb o'ylaymiz. O'ng qo'limizda stadion Dasaf taraf to'g'ri kelaverasizlar. Shu svetoforga yana bir 50 metr, 100 metr yetmay, yana yonida Muyassar Otajon va klinikasi.
Yana, shu zdaniya, uglovoy zdaniya, sari zdaniya. Shuni mo'ljal qilib kelaverasizlar. Ko'pchilik videolarimizda yana manzillarni so'rab turibdilar. Yana ko'rsatib o'tdik qo'ldan kelgancha. Qolgan ma'lumotlarni xudo xolasa videomiz davomida ko'rib olaverasizlar. Keyin bir iltimos sizlardan shu videolarimizni tarqalishida bir yordam beringlar, like'larni bosib, kommentariylarni yozib tursangizlar, qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa bunday chiroyli videolarni chiqaraveramiz. Undan tashqari aziz yurtdoshlar, shu kelishdan elde telefon orqali telefon qilib kelsangizlar, qiynalib qolmaysizlar. O'chib, boshqa narsalari bo'lmaydi. Qiynalmang. Qabullarına girib ketasizlar. Vaqtlarni, setlarini so'rab kelinglar. Masalan, erta kelib qolsangizlar, kutib qolishlaringiz mumkin. Qabul vaqtlari, setlari va ish kunlari va shu narsalarni ham so'rab ma'lumotlarni olib telefon orqali kelsangizlar, xudo xolasa hammasi ajoyib bo'ladi. Telefonlaringiz ekranında shu Muyassar Atajonovning o'zlarini shaxsan ishlatadigan telefon nomerini chiqarib qo'yamiz. Telegramdan boshqa narsalardan bog'lanishga harakat qilmanglar, chunki Telegramdan bizlarning operatorlar sizlarga javob beradi. Doğrudan-doğru telefon qilsangizlar, Muyassar opaning o'zi bilan gaplashasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.